Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli chorvadorlar. Ushbu gibridimiz Bravo urug'chilik kompaniyasining Lexus nomli gibridi. FO 710 guruhiga mansub bo'lgan. Barglari tik, bo'yni balandligi 3 metrdan yuqori, ham don, ham silosga mo'ljallangan gibrid. Ushbu maydon 18-aprelda ekilgan. Bu 24-iyul sanasi. Juda yuqori hosilga ega, stressga chidamli, garmselga chidamli, juda noyob gibrid. Mana ko'rib turibsiz, yaqinroq ko'rsatsangiz mana. Don uchigacha don bergan. Don to'liq uchigacha. Aylanasiga 20 ta, uzunasiga 56 tagacha don bo'ladi. Mardagi qizil va juda yengil keladi mardagi. Bunda don yuqori. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi holati. Dalaga ozgina quz tushgan. Sizlarga ham ushbu gibridni kelgusi yil ekishlaringiz uchun taklif etamiz. Respublikaning barcha tuprog'iga mos tushadi. Sho'rga chidamli xususiyati juda yuqori. Marhamat qiling, manzilimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Sputnik 4 mavzesi. Optim narxlarda agronomi xizmati bepul yo'lga qo'yilgan.